bugungi kunda top 3 ta sotilayotgan gilamlarimiz haqida gaplashamiz. Ular nima uchun bizda ko'p sotilyapti va ular haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu gilamimiz 1500 taroqda ishlangan Afshor Zarina firmasiniki. Juda ham zich. Bularni sotilish ustunlik tarafi gilam zich bo'lgandan keyin tozalanishi oson bo'ladi va shuning uchun sotuvi juda ham tez. Bu gilamlarimizni 4 ga 8 gacha razmerlari bor. Keyingi gilamga o'tadigan bo'lsa, bu Salomon firmasini xuddi shu to'qimda 1,5 ming zichlikda to'qilgan. Asosan klassik remontdagi uylarimizga juda ham mos tushadi. Buni ham daroshkalaridan tortib katta razmerlarigacha hammasi bor. Bu 3-gilamimiz asosan neoklassik uslubida ishlangan bo'lib, ranglari juda ham to'q, holla bor. Zallaga, qolgan oshxona, spalniy xonalarga ham olsa bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa hamyonbop va sifatli gilamlar kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va do'konimizga tashrif buyurib, shu gilamlarni o'zingizlar ko'rib, guvohi bo'lishingiz mumkin. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz.